Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Muradınga veslinge yetmek bulsan uqgin. Xazinem Tor darsxonimizdan ta'tillik alohida xush xabar. Tor darsxonimiz nurg'un avorchilik va qulaysizliklardan xoli holda ko'p qulay shaklda internet orqali naq maydondan mo'l o'qitish tajribasiga ega kasbiy o'qituvchilarning yetakligida uzundan beri izchil o'qitish tarbiyalashni davom qilib, nurg'un qarindoshlarimizning yaxshi bahosiga erishib kelmoqda. Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Tuvandagi darslardan har vaqt o'quvchi qabul qilamiz. Bolalar uchun arab tili, o'moqlar ingliz tili, matematika darslari, ana tildan savad chiqarish darslari, maktab darslari yetakchilik qilish sinfi. Boshqa o'quvchilar uchun turk tili, ingliz tili, xitoy tili, arab tili, rus tili, fransuz tili. O'rta Osiyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizga ana tildan savad chiqarish darsi o'rinlashtirdik. Добро пожаловать на Хазинам. Мы организовали курс для наших уйгурских братьев и сестер, которые живут в Центральной Азии. Наша цель – дать возможность изучать уйгурский язык. Благодаря нашему курсу вы научитесь не только читать и писать, но и свободно говорить. Мы проводим занятия в режиме онлайн. Чтобы узнать подробные информации, вы можете связаться с нами. Знание родного языка в хорошем уровне позволит укрепить наше братство. Internet darsxonasi orqali Uyg'urcha o'qish va yozishni o'rganishni xohlaydiganlar uchur qilgaysizlar. Qarindoshlik beg'imiz ona tilimizni ravon va yaxshi bilish bilan texmo bak mustahkam bo'lg'isi. Ko'ngildagidek o'rganish muhiti izlayotgan, o'rganishdagi kuchli qarindoshlarimizning yuqori saviyalik, kuchli mas'uliyat tuyg'usiga ega tajribali o'qituvchilar tarafidan sistemalik bir shaklda o'rganish orzuiga yetishda foydalanib qilishi, millatimizning tildan qiynalmay, har turli ishlarini ko'ngildagidek bitirib, texmi yuksalishi uchun bu uchurni tarqatib qo'yish orqali xayrli ishlarga vasila bo'lishinglarni umid qilamiz va rahmat aytamiz. Millatimizga foydali kichikkin ishlarga bo'lsa-mu vasila bo'la olishimiz uchun har qaysi tillarni pishiq biladigan qarindoshlarimizning biz bilan aloqalashishini umid qilamiz. Izohat: hammamizga ma'lumki, til o'rganishning biz o'ylab boqmagan nurg'un foydali taraflari bor. Xitoy tilini o'quvchilarning talbi bo'yicha o'rinlashtirdik. O'rgangisi borlarning biz bilan aloqalashishini, o'rganmaydiganlarning daxli qilmasligini so'raymiz. Aql ham bilim tarjimoni bu til, ro'shan til kishini yo'ritqichi bil. Yusuf Xas Hacib. Başqa tafsilotlar va tizimlatish uchun biz bilan aloqalashqaysizlar. Instagram aloqa adresimiz Xazinam 2020. Facebook aloqa adresimiz Xazinam darsxonasi. Ma'arif, madaniyat, kultur, vatan puroqlaridan bahrilanib turish uchun YouTube kanalimizga agishib olgaysizlar. YouTube kanalimizning izlash nomi Xazinam 2020. Millatimizning tildan qiynalmay, har turli kishilarini ko'ngildagidek bitirib, texmi yuksalishi uchun keng tarqatib qo'ygan yaxshilarga rahmat. We will do our best to help you in learning the world language, which is the English language, and other important ones such as French, Turkish, Chinese, and Russian languages. Be courageous and success will be with you. This place? Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi. School. Good. This place? Hospital. Hospital. Good. Train station. Someone found it. It is train station. It is train station. Good. 8. Listen and tick. Good morning, Ant. Good morning, Grasshopper. Nasiba? Nasiba? Yes, Mom. Neymiş kılavatısız kızım? Oyuncaklarımla oynuyorum. Neymiş kılavatma? Oyuncaklarımla oynuyorum. Esta, balam ben sizge Uygurca gap kılsam demiş Uygurca cevap vermeysiz. Kim bilen oynavatsız? Abimle. Kim bilen? Abim. Allah
Allah. Akam bilan o'ynayapman dang bolam. Uyg'urcha javob bering bolamda. Tamam. Yana tamam deydi men bolam. Bolam bugun nim tomoq yeganlar bor, nim tomoq yetay. Mercimek çorbası. Mercimek shorbasi? Nima bu mercimek shorbasi degan? Uyg'urcha deb yiqma? Mercimek çorbası işte mercimek. Esta, bu bolalarni qanday qilamiz?